Mashinamiz o'z ishlarimizni boshlaganimizda mashinamiz Cobalt. Mashinamizni ertalab sovigan payti yoqsam gazga yutmaydilar. Bu любой mashinaga bo'ladi. Masalan, Nexia o'sha любой 3-paketlariga qo'yilgan bo'lsa, agar reduktorni bunga bitta plus, bitta minus tük keladi. Bu ana minusi ana bunga qo'tirilgan bo'litchaga. Короче, bu 17-yil bo'lsa, 17-yil mashinamizga metan uстановка bo'lgan. O'sha payti bedan massa olgan. Bu bo'litlar zanglamagan bo'lgan. Ana zanglab qolgan bu bo'litlar. Bu bo'litda zanglab qo'ygan. O'z diagnozni qo'yish uchun bu bo'litni shuni ochib kuzovga berdik. Mashinamiz. Yo'qing tog'a. Yo'qing. Gazga o'tib, gazga relay qo'yilgan edi. Diagnoz qo'yish uchun relay chiq qilib o'tirdik. Просто agar kontrolga o'tsa, plus tekini ko'riladi. Bu klapni ochmaydi bu. Mashinamizga klapni almashtirib ko'rdimizlar, ichiga prujna ham qo'yib berdilar. Baribir ham ertalab sovigan payt qizigandan keyin qimirlab massa olib yuborgan. Lekin sirazi ertalab yongandan olmagan. O'zim buni mashina qilib bularni tozalab, qaytib saqlab beramiz. Birinchi o'chirga mashinalar gazga o'tmasa, ustolaga ham shu birinchi o'chirga shu massasini ko'rish kerak. O'zi bu ham 3-4 ta joydan kelyapti, taqilmaganda mashina. Shu reduktor almashtirasiz degan. Ishlab o'tirib turgan gazga mashina. Programma ham qo'shiladi.